O'z ko'zim bilan ko'rib, o'sha sog'ligimda o'zgarish bo'layotganligini ko'rib, men ishondim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana men Azbekni klinikasiga tashrif buyurdim. Albatta juda ham zo'r natijalar. Mana 3 ta bir muolaja olgandan keyin seza boshladim. Bu yerda tabiiy o'sha nina orqali davolaydi ekan. Mana shu men unchalik to'g'risi ishonmagan edim, lekin o'z ko'zim bilan ko'rib, o'sha sog'ligimda o'zgarish bo'layotganligini ko'rib, men ishondim. Aziz yurtdoshlar, albatta siz ham mana shu klinikaga tashrif buyuring. Chunki tabiiy yo'l bilan davolansangiz vujudingizga salbiy ta'siri bo'lmaydi. Mana biz dori-darmon ichamiz, lekin o'sha dori-darmon bir tomonga o'sha kasal joyiga ta'sir qilsa, vaqtinchalik og'rig'ini qoldirishi mumkin, yoki davolash mumkin, keyin u vaqtinchalik bo'ladi. Qolgan organlaringizga insonni nojo'ya ta'sirlarini biz o'sha vrachlarimiz ham bilishadi, xalqimiz ham o'zi biladi, lekin baribir shuni iste'mol qilib o'rganib qolganmiz. Men tavsiya qilib qolardim, albatta mana shu tabiiy yo'l bilan davolanadigan klinikaga tashrif buyuring azizlar. Sizlarga o'sha ma'lumotlarni silka orqali qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib, ishonchli qo'llardasiz azizlar. Sog' bo'linglar.